Sevgi ilohiy sehrli tuyg'umi? Javob: sevgi bu qadimiy tabiiy instinktlar va miyaning faoliyatining mahsuli. Tushuntiraman. Inson sevib qolganda dopamin ko'tariladi. Bu lazzat, zavq, motivatsiyani oshiradi. Noradrenalin ham ko'payadi. Insonning yuragi tez uradi, hayajonlanadi. Serotonin kamayadi. Insonning miyasida faqat o'sha inson aylanaveradi. Nima uchun qiladi miya shuni? Chunki insonda qadimiy tabiiy instinktlar joylangan. O'sha insonni dunyoda yagona особенный qilib ko'rsatadi. Chunki nasl qoldirish kerak, juft tanlash kerak. Oradan vaqt o'tib, sog'lom munosabatlarda his-tuyg'u, havas kamayadi, uning o'rnini oksitotsin va vazopressin moddalari egallaydi. Bu mehr-muhabbat, ishonch, xavfsizlikni oshiradi. Bu degani sevgi bu insonga tabiatdan instinktlar orqali joylanib va shu bilan birga miyadagi neyrofiziologik jarayonlarni mahsuli hisoblanadi. Sevgi ilohiy sehrli tuyg'umi? Javob: sevgi bu qadimiy tabiiy instinktlar va miyaning faoliyatining mahsuli. Tushuntiraman. Inson sevib qolganda dopamin ko'tariladi. Bu lazzat, zavq, motivatsiyani oshiradi. Noradrenalin ham ko'payadi. Insonning yuragi tez uradi, hayajonlanadi. Serotonin kamayadi. Insonning miyasida faqat o'sha inson aylanaveradi. Nima uchun qiladi miya shuni? Chunki insonda qadimiy tabiiy instinktlar joylangan. O'sha insonni dunyoda yagona особенный qilib ko'rsatadi. Chunki nasl qoldirish kerak, juft tanlash kerak. Oradan vaqt o'tib, sog'lom munosabatlarda his-tuyg'u, havas kamayadi, uning o'rnini oksitotsin va vazopressin moddalari egallaydi. Bu mehr-muhabbat, ishonch, xavfsizlikni oshiradi. Bu degani sevgi bu insonga tabiatdan instinktlar orqali joylanib va shu bilan birga miyadagi neyrofiziologik jarayonlarni mahsuli hisoblanadi.